Damas savdoda 2021-yilda ishlab chiqarilgan, olib haydashga tayyor bo'lgan, navrot qilib qo'yilgan Damas mashinasini ko'rsataman. Holatlari zo'r bo'lib turibdi. Ancha xarajat qilib qo'yishgan ekan mashinaga. Salonlari ham yaxshi bo'lib turibdi. Yomon bo'lib ketmagan. Patologlargacha barli stonovka qilib qo'yilgan. O'zini pioner kolonkalari bilan mana bunaqa yaxshi qimmat chexollargacha taqib qo'yilgan, barlargacha stonovka qilingan. Oynalari elektronli. Hop, pioner original maytfollargacha stonovka qilingan. O'zini halol bo'lgan prebegi 287 ming kilometr bo'libdi. Yaxshi linoleum poliklarigacha solib qo'yilgan yon tagiga. Mashina undan tashqari to'liq variantda shumizolyatsiya bo'lgan. Orqa oynalari qoraytirib tonirovka qilib qo'yilgan. 4 ta yaxshi yumshoq 10 kovrolargacha taqib qo'yilgan. Kraskasi shu krishkasi bilan ikkita kapalagida bor. O'zini zavodskiy detallariga kraska sepilgan. Udorlari yo'q, suyaklari but-butun. Germetkalari ham zavod bo'lib turibdi. Bu taraf germetkalari ham zavod bo'lib turibdi. Gelfilar bo'lagacha taqib qo'yilgan, yangi chablisovkalar bilan. Mashina faqat benzinda yurgan, betanga stonovka qilinmagan, liniyadan chiqqan mashina emas. Motor, hadovoy, korobka mostlarida ishlar yo'q. Xudo xolisa olib mazza qilib haydaysizlar. Gullagan, chirgan joylari yo'q mashinada. Kraskasini, probegini ko'rib, ko'rsatib tekshirib olasizlar. Damas savdodan olib mazza qilib haydashingiz uchun $4900 bo'lsa berib yuboramiz.